Hech qachon unutmang. Sizni yaxshi ko'radigan inson ayrilib munosabatni tugatgan taqdiringizda ham sizga olib boradigan bitta yo'lni topadi. Agar siz telefoningiz jiringlamayotgan bo'lsa, sizga SMS kelmayotgan bo'lsa, haftalab, oylab yolg'iz qoldirayotgan bo'lsa, juda ham katta ehtimol bilan sevilmagansiz. Haqiqatan yaxshi ko'rgan inson sevgida g'ururni yutqazishini juda ham yaxshi biladi. Bilib turib siz tomonga qadam tashlamayotgan insonni majburlashni ham keragi yo'q. Kutishni umuman keragi yo'q. Chunki hozir biz shunaqa davrda yashayapmiz. Bitta insonni yo'qotib qo'yish, bitta insonni topa olmay qolish, bitta insondan uzoq vaqt ayrilib qolish to'g'ri kelmaydi. Ya'ni insonlarni hozir topish juda ham oson. Insonlar yillar davomida yo'qotgan yaqinlarini, yo'qotgan tanishlarini internet orqali topyapti. Sizni topa olmay qo'yishi, sizni yo'qotib qo'yishi, ya'ni bu narsalarni ko'zini oldiga olayotgan, rozi bo'layotgan insonni hayotingizda ushamang, kerak emas. Boshdan o'tgan tabib deyshadi. Ishoning, sizga yashalib o'tilgan bitta kichkina maslahatni berdim.